Assalamu aleyküm hürmetli yurttaşlar. Bugünkü satışa çıkan joyimiz 4-cü mikrorayonda boladı. Bu yanımıza gələn bolsaq, stadion Şumbala boladı. Yine görüp duralarsınız. Bu yanımıza gələn bolsaq, Gidra. Yine avtodorojniy boladı. Şöhrəmizdə 2 kanalı joyimiz satışa çıxdı. Esa joyimizin ichki qismi bilan danışacağız. Hürmetli yurttaşlar, joyimize yetib geldi. Görüp durğanlarınızın şu xanadanımız boladı. Eşiklərimiz rossiyski kalın eşik boladı. Bismillahirrahmanirrahim deb xanadanımıza giremiz. Girge yerimiz, ayak tiyemiz laminat pol boladı. Bir yerimizde prixochka zonaları var ekan. Joyimiz ajoyib remontdan chiqib turibdi. Joyimiz umuman gap bo'lishi mumkin emas. Planirovkalar ham zo'r, feyzli xanadan ekan. Chiroyli, dim yoqdi. Narx ham ajoyib narxda hurmatli yurtdoshlar. Yine tak, birimiz spannimiz boladı. Spannimizi ayak tiyelari laminat pol, gilamlar tasalgan, belleri aboydan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Jaluzi perdeler bor, konditsioneri bor hurmatli yurtdoshlar. Mebellari qo'yilib, akkuratniy bo'lib turibdi. Bu yerda bir dona gilam bor ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Zamonaviy ataplinler ham qo'yilgan, e'tibor etasizlar. Akfa ayna bo'ladi hamma yeri hurmatli yurtdoshlar. Akfa ayna, zamonaviy düğü konturli katyolar koyulup batareyalarına hem yaxşısından koyulan. Yine prixochkalarni aytib o'tdik. Tak, birinde rakovinaları var. Kollarını yuvib, tevarasilar deydi-ku. Birinde tremalarni, chiroylarini qo'yib kellar. Giyinib ketjakda aynaga qarab chiqib ketaverasizlar. Shunda birimiz tak zalimiz bo'ladi. Zalimizga bir ahamiyat beringlar. Keng tushgan, aboydan chiqib chiroyli bo'lib turibdi. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Svetin yoqib berali. Tak. Yine shuni yanada ekan. Yine chiroyli bo'lib. Restoranlarına qaranglar. Muzika aytadigan ekan. Joyimizda mehr berilgan ekan. Tak. Aboydan chiqib turibdi. Ayak tiylarimizga qalin gilamlar tashalgan. Üstellerni chiroylisidan qo'yibdilar. Bu yerda mebellarni ajoyib yaxshisidan qo'yibdilar. Bir dona gülam qo'ygan ekanlar. Birimizda ham nimerdan konditsionerdan qo'yib o'tganlar. Yaxshisidan akva ayna perdelari bor joyimizni gullantirishini qarang. Mana hezli joy ekan. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Akkuratniy turibdi joy. Chisti bo'lib turibdi joyimiz. Televizorlari Artel firmasiniki. Tak, tuvalet vannasi alohida bo'ladi. Birimizda tualeti bo'ladi. Ayak tiyelari kafel, dapataloqadın kafel qilingan. Görüp turganlaringizni. Tak. Shunda yanımıza keladigan bo'lsak, vannasi bo'ladi. Vannasini ham ahamiyat beringlar. Ayak tiyelari kafel, dapataloqadın kafel qilingan. Birimizda yine muzika aytib, ajoyib aytib, turadigan vanna ekan. Yani gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r. Bu yanımıza bir baha berasizlar. Gelamiz, birimizda shuning keng kuxnisi bor ekan. Bemalol turib ovqat qilib, shirinliklardan pishirib tursa bo'ladi. Mehmonlar kelganda ajoyib gaz kelib turibdi. Bir de gazdan muammosi yo'q. Yerimizda kirmashinlar va ajoyibundan kuxni mebeli ham ajoyibundan qo'yganlar. Bellarimizni kafel qilib o'tganlar. Yine vitishkalari bor. Yanımıza baxa beringlar. 2'ga 6 balkon ham bor ekan yine. Ajoyib etib. Bu yerda o'tirib, bemalol ovqatlanib, choy ichib o'tiradigan joy qilganlar. 2 dona aynasi bor. İkisi ham akva ayna bo'ladi, hurmatli yurtdoshlar. Jaluzi perdelari qo'yilgan bo'ladi ikkisini ham yine. Joyimizda umuman gap bo'lishi mumkin emas. Batareyalari yaxshisidan qo'yilgan. Düğü konturli katyolni aytganimni chiroylisidan berem qo'yilgan düğü konturniki. Aristollar ham bor ekan hurmatli yurtdoshlar. Bu yerda ham xolodilniki bor ekan yine. Görüp turganlaringizning xolodilnik turibdi. Tak. Shunda hurmatli yurtdoshlar, joyimizni ko'rib o'tdingiz. Chotki, ajoyib feyzli xonadan. Hurmatli yurtdoshlar, narxına keladigan bo'lsak, hurmatli yurtdoshlar, joyimizning narxi 375 milyon so'm pul bo'ladi. 375 milyon. Üstünde xudo xolasa gaplashamiz. Ekranda berilgan telefon raqamlariga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hurmatli yurtdoshlar. Shuning joy so'rab birga donishib berishlariga tashakkur qilamiz.